Shuni aytmoqchimiz. Alloh o'zi ilhom bersin, manfaatli qilsin. Doim takrorlaydigan so'zimiz al-alfazu qutul mustami'in. Sakandariy aytganlar. So'zlovchining og'zidan chiqayotgan so'z tinglovchilarning rizqidir. Rizqidir, ozuqasidir. Ularning rizqi ulug' bo'lsa, yaxshi so'zlar keladi. Ularning qalbini ozuqasiga, ehtiyojiga qarab, ozuqaga bo'lgan ehtiyojiga qarab so'zlovchining qalbiga Alloh so'zlarini ilhom qiladi, ilqo qiladi deganlar. Bu yerda albatta shu ma'rifatli qalb egalari o'tiribdi. Inshaalloh ma'rifatdan Alloh nasiba bersa bizga ajab emas. Muhammad Zaki Ibrohim degan katta olim o'tganlar. Hozirda u kishi asoslagan o'sha markazda hozir ham ilmiy majlislar, zikr halqalari, ilm halqalari davom etadi. Har kuni ilmiy dars bor. Har kun.